Sebepten bilmedim. Aldım bir parçası. Yani 30 minutun artık kısmı. Özlükün üzülüp gitti. Hazır. Kaydedim yine. Yani kayda hem Allah'a. Esselamu Aleyküm. Hem Allah'ın şu vakit hayırlı olsun. 246. belki geldim. Şeyden başlayayız. Baş kısmı aldım kabiliyordu. Sana kavimlerinin inkarları uçurgan peygamberlerinin kıssaları ve onların sabır kılış arkalık ahiri Allah Teala'nın yardım gerçekliğinin bayanları geldi. İnna lanansuru rusulana vellezine amenu fil hayati dünya ve yevme yakumul eşhad. Yani şek şüphesiz ki biz peygamberlerimizge, müminlerge hem dünya hayatıda hem guvaçlara hazır bulunan kıyamet günde elbette yardım verimiz. Kafirlar iman etiş üçün Peygamber aleyhisselamның ularga yaqıdığan möcüzəni keltirişini şart qıldı. Və qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Yani ular etdi. Ta ki sen bizge yer astidan bir bulaqni etildirib chiqarmoqchi, biz sana hergiz ishonmaymiz. Allah Teala ularga raddiye berip bu ma'noda deydi ki, ey Peygamber, ularning islom da'vatidan yuz o'rganligi ve senin möcüzelerini talab qilganligi sana ig'ir kelgan bo'lsa, agar ular talab qilgan möcüzelerini keltirib bersang, ular sana iman etadigan bo'lsa, qani, agar qo'lingdan kelsa, yerning ostiga kirishga yo'l yoki osmonga chiqish shoti tepib biror möcüz keltira olsang, keltirib boqdim. Lekin sen bir payg'ambarsan. Peygamber insan bo'lganligi uchun insonlar qilolmaydigan ishni qilolmaydi. Möcüzini payg'ambar emas, balki faqatla Alloh taolo yaratdi. Bilginki, agar Alloh taolo xohlasaydi, insonlarning hammasini hidoyat qilgan bo'lardi. Lekin Alloh taolo ularni sinash uchun o'xshash bo'lmagan yo'llarni qo'ydi. İnsanlar ikki firqaga ayrildi. Ularning biri jannatda, yana biri do'zaxda bo'ladi. Bularning birinchi firqasi o'zlariga tilovat qilinayotgan Qur'on Karim oyatlariga samimiyat bilan ko'ngil qo'yib quloq soladi. Uni qabul qiladi. Uniga bir taraflamalikdan, takabburlikdan va havoyi havasdan xoli bo'lgan holda ibrat elish niyati bilan quloq soladi. Bundaq kishilar xuddi munbat zimin suvni qabul qilgan va o'simliklarni chiqarganga o'xshash Alloh taoloning da'vatini qabul qiladigan va iymon etib o'zlarining dunyo va oxiratlik hayotini huzur alovatlik hayotga aylantirgan kishilardir. İkinci firqaga Qur'on Karim oyatlari o'qilganda ular takabburlik qiladi va kishilarni uningdan to'sishga urinadi. Tilovatga quloq solmaydigan, quloq solgan taqdirdami yolg'ondan quloq solgan bo'lib oladi. Chunki ular Qur'on Karimdan vaz nasihat elishni xohlamaydi. Qissalardan ibrat olmaydi. Aslida ular qalbi va vijdoni o'lgan ma'naviy o'liklardir. Ular anglagan vaz nasihatlardan manfaat ololmaslikda maxluqotning eng baxtsizlaridir. Ular o'zlarini hayvonlik darajasiga tushirib qo'ygan maxluqlardir. Bundaqlarning ishi Alloh taologa topshirildi. Alloh taolo ularni o'lgandan keyin tirildirganda ularning amallaridan inchki hisob oladi va qilmishlarining jazosini ularga tetitadi. Ey payg'ambar, sen ularning holiga qayg'urmag'in. Chunki kishilarni hidoyat qilish sening ilking emas. Sening vazifang va mas'uliyating faqat kishilarga haqni tushunishni qilib yetkazishdir. Ammo ularni hisob elish Alloh taologa xosdir. Haqdan agishni xohlamagan mushrik arablar Muhammad alayhissalomdan boshqacha mo'jizlarni keltirib berishni talab qiladi. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Yani ular etdi. Ta ki sen bizge yer astidan bir bulaqni etildirib chiqarmoqchi, xorma, üzümler o'sgan va o'tirsin o'rstanlar eqib turadigan bir beg'am bo'lmoqchi, yoki sen aytgandek ustimizga osmonni parcha-parcha qilib tushirmoqchi, yoki rostchiligingga guvoh chiqarib Allohni va farishtalarni oldimizga keltirmoqchi,
yoki sening oltindan uying bo'lmoqcha, yoki sen osmonga chiqmoqcha biz sana hargiz ishonmaymiz. Yoki Alloh tarafidan sening payg'ambar ekanliging yozilgan, biz o'qiy oladigan bir kitobni ilib tushmaguncha sening osmonga chiqqanligingga ishonmaymiz. Ey payg'ambar, aytganki, Robbim pokdir, men faqat bir payg'ambar insonman. Ya'ni Alloh taoloning irodasi bo'lmasa, hech qanday odam biror mo'jiza keltira olmaydi. Chunki mo'jiza keltirish mening ishim emas, u Alloh taoloning ishidir. Ey payg'ambar, ular aytganki, sizlar mendan bunday mo'jizalarni qanday talab qilsizlar? Men payg'ambarlik vazifasi bilan sharaflangan bo'lsam, sizlar payg'ambarning mo'jiza yaratishga qodir emasligini va mo'jizani faqat Alloh taolo yaratganligini bilib, sizlarning talablaringlarni o'rnab berishga faqat Alloh taolo o'zi qodirdir. Alloh taoloning azaldan bekitib o'tgan qonuni shuki, haqiqatni qabul qilishdan bosh tortganlarning talab qilgan narsalarini keltirib berish ularning hidoyatiga emas, balki halokatiga sabab bo'ladi. Ular talab qilgan mo'jizalarni keltirib berish ular uchun foydali emas, balki ziyonlidir. Chunki Alloh taoloning qonuni ular talab qilgan mo'jizalar keltirilgandan keyin ular yana iymon etmasa, ularni qaytishdir. Bu o'zgarmas qonuniyatdir. Lekin kishilarning to'lisi ularga o'zlari talab qilgan mo'jizalarni keltirib bermaslikdagi hikmatni va sababni bilmaydi. Va yaraw ayatan yu'ridu va yaqulu sihrun mustamir. Ya'ni mushriklar Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini isbotlaydigan biror dalil faktni ko'rsalar, uning iymon etishdan bosh tortib, bu davomlashib kelayotgan sehrdir deyishadi. Muhim nuqtalari. Birinci, peygamberlerin insan bo'lganligi e'tibori bilan boshqa insonlarga o'xshashlar ba'zi ko'ngilsizliklar tufayli bo'ldi. Ammo ular Alloh taoloning yordamidan qat'iy umid. Ikkinchi, Alloh taoloning Muhammad alayhissalomga ilgirki payg'ambarlarning qissalarini bayon qilib berish orqali tasalli berishi uni chidamchanlikqa va sabrchanlikqa undash uchundir. Uchinchi, Alloh taolo haqiqatga ergashmaslik kufrni odat olib keltirib olgan kafirlarga mo'jiz keltirganning hech qanday foydasi bo'lmaydi. 5. Alloh taologa iymon keltirganlar aqli o'yg'oq, qalbi pok, vijdonli kishilardir. Kafirlar qalb ko'zlari ko'r, ma'naviy jihatdan o'liklardir, chunki haqiqiy hayot iymondadir. 6. Kafirlarning talab qilgan mo'jizalarni keltirib bermaslik Alloh taoloning ularga shafqat qilganligi va jazolarini kechiktirganligidir. Chunki qilgan mo'jizalari berilgan qavm agar yana iymon etmasa, ularning halok bo'lishi muqarrardir. Ilgirki payg'ambarlarning ummatlariga kelgan halokatlar, xususan Musa alayhissalomning qavmiga Sina cho'lida kelgan halokatlar buning misolidir. Alloh taoloning cheksiz qudratining alomatlari. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا ثم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Tercümesi 38. ayet. Meyli yeryüzüde mağanagan canlılar bolsun, yoki iki qanoti bilan uchragan uchar qush bolsun, hammasi sizlarga o'xshash ummatlardir. Biz lavhga hech narsani tushirib qo'ymadik. Keyin ular hammasi Robbining dargohiga yig'iladi. Bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar bo'lsa, beayni qorong'ulik ichida qolgan gaz va gachlardir. Alloh xohlagan odamni kufrni tanlaganlik uchun ozdirdi. Xohlagan odamni to'g'ri yo'lga soladi. Tafsiri: ey insonlar, mayli yer yuzida mang'an janda yoki ko'k tushirgan uchar qanot bo'lsin, ulardan har biri sizlarga o'xshashli maxluqotdir. Xuddi sizlarga o'xshash, ularning rizqi va ajlimi Alloh taolo tomonidan belgilangandir. Ulardan har birining tabiati va hayotdagi vazifasi ularning yaratilishiga tamoman munosibdir. Eng mahir yaratuvchi Alloh taolo haqiqatan buyukdir.
Canlıqlarni tədqiq qilishqa mutaxassis olimlar ko'plagan canlıqlarning podshoh va yetakchilarining boshqarish ostida intayin intizomchanlik bilan hayot kechirganligini bayqagan. Asal harisi bilan tushunmovlarning hayot kechirish usuli va intizomchanligi ko'pinchimizga ma'lumdir. Allah Taala bu oyatda yer yuzida mangadigan canlıqlarni alayda tilga olgan. Chunki canlıqlar kofirlar doim ko'rib turadigan narsalardir. Allah Taala'nın biz bilməyən məxluqatlarımız köpdür. Bu ayet bizning canlıqlarning tabiatini, xarakterini tədqiq qilish və izlanish yo'limizni yoritib berməkdə. Çünki Allah Taala yer yüzündəki barlıq mövcudatni bizning foydalanishimiz uchun yaratib bergan bo'lib, bizning ulardan to'liq foydalanishimiz faqat ularni və ularning xarakterini obdan bilishimizga bog'liqdir. İbn Abbas raziyallahu anhuma ma farratna fil kitabi min shay degan oyatni biz Lavhul Mahfuzda hech narsani tushirib qo'ymay, hammani to'liq yozdik deb tafsir qilgan. Biz nozil qilgan muborak oyatlarni, ilm hikmatni, kamoliy qudratimizni ko'rsatadigan koinot dalillarini yolg'onga chiqargan kofirlar, ma'naviy ko'r va g'ashlar bo'lib, ular haqiqatning ochiq dalillarini ko'rmaydi. Haqiqatning da'vatini anglamaydi, chunki ular tafakkur qilmaydi. Haqiqatning sadosiga quloq solmaydi. Uni anglab qolsa-mu, anglamasga soladi. Shunga ular kufri va jaholatdan iborat azg'unliq patqoqlardan qutula olmaydi. Allah Taala ba'zi kishilarni o'zining azg'unligida qo'yib qo'ydi. Bu Allah Taolaning u kishilarning hidoyat topmaydiganligini oldin bilganligidan bo'lib, shularga hidoyatni nasib qilmaydi. Çünkü ular əzəldə azğunlar qatarda ekan. Allah Taala birovni azğunlar qatardan qilib yezayotgan bo'lsa, bu Allah bu kishining azğunlarning ishini qiladiganligini va hidoyat topmaydiganligini bilganligidandir. Chunki Allah Taala hech kimga o'val qilmaydi. Shuningdek Allah Taolaning ba'zi kishilarni to'g'ri yo'lga yetaklishi Allah Taolaning u kishining shunga loyiq bo'lganligini oldin bilganligidandir. Çünki Allah Taala hikmet bilan ish qiluvchi zot bo'lib, u bandlarni ularning qilayotgan va qilmoqchi bo'lgan bütün ishlarni to'liq bilib turadi. Muhimliklari yer yuzida yuradigan va osmonda uchadigan bütün jonliqlar xuddi bizga o'xshashli maxluqotdir. Ular o'ziga xos hayot tarziga ega. Ular bizga o'xshashlar yashash uchun kiradi. Ikkinchi, Lavhul Mahfuz koinotda bo'ladigan barliq hadislar, maxluqotning ahvoli va insonlarning qiladigan har qanday yaxshi yomon ishlar xotirlangan buyuk divan demekdir. Uning o'rni Allohning dargohidadir. Kur'an-ı Kerim'i Muhammed Aleyhisselam nazil qilishdi. İlgari Lavhul Mahfuzda saqlangan edi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "Bal huwa Qur'anun Majid fi lavhin mahfuz." Yani o müşriklar töhmet qilgandek şiir yoki sihr emas, balki o Lavhul Mahfuzda saqlangan ulug' Qur'andir. Haqiqatning sadosiga quloq solmaydiganlar va haqiqatni qilmaydiganlar mohiyatda g'asgachilardir. Ular o'liklarga o'xshashdir. İnsanların qiyinchiliklar oldida qiyinchiliklarda Allah Taolaga insonlarning qiyinchiliklarda Allah Taolaga yuzlandi. İnsanlar qiyinchiliklarda Allah Taolaga yuzlandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytakum in ataakum azabullahi. قل أرأيتكم إن آتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Tercümesi 40. ayet. Ey Peygamber, müşriklarga aytqanki, agar sizlar rostchil bo'lsanglar, aytib beqinglarchu. Agar sizlarga Allohning azobi yoki qiyomat kelsa, Allohdan boshqasiga yolvorasizlar. 41. ayet. Undaq qilmaysizlar. Sizlar faqat Allohga iltijo qilasizlar.
Allah xalisa sizlar ko'tarib yetishni tilab iltijo qilgan balani ko'tarib yetadi. O chaqda sizlar Allohga shirik qilib olgan butlarni unutaysizlar. 42. oyat. Shaksiki senden ilgirki ümmetlerge mu peygamberlerini avatgan edi. O ümmetler iman etmaganlık için ularni bizge belinsin deb namratlık ve ağrıqsızlık bilen cezaladı. Ularga bizning azabımız kelgen çağda nemişki yelinmedi. Lekin ularning dillari qetib ketgan. Şeytan ularning qilmishlarini o'zlari chiroyli ko'rsatgan edi. 44. oyat. Ular o'zlariga qilingan nasiyatni unutgan chaqda sinash uchun ularga farovonlikning hamma eshiklarini ochib o'tdi. Ular o'zlariga berilgan ne'matlar bilan ko'ranglab turganda ularni ushtunlik jazoladi. Shuning bilan ular birdilla umidsizlanib ketdi. 45. oyat. Kufrlik qilib o'ziga zulm qilgan qavm butunlay halok qilindi. Jami hamdu sana olamlarning Robbi Allohga xosdir. Tafsiri. Ey payg'ambar, o müşriklarga aytqanki, sizlar shafoatini umid qilayotgan shu butlaringlarni bizning ma'budlarimiz va shafoatchilarimiz degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, qani aytib beqinglarchu, sizlarga bu burungi ummatlarga kelgandek qattiq bo'ron bilan halok qilish, yerga ko'mtirib etish, suvda g'arq qilish qatorliq Alloh taolaning azobi yetsa yoki qiyomat kelsa, undan qutulish uchun yana sizlar shu butlaringlarga yolvorasizlar? Yo'q. Sizlar u chaqda hargiz bunday qilmaysizlar. U chaqda sizlar Alloh taologa iltijo qilasizlar, uningga yolvursizlar, uningga yordam talab qilasizlar. Andan Alloh taolo xolisa sizlar ko'tarib yetishni iltijo qilgan baloni ko'tarib yetadi. Sizlar u chaqda Allohning sheriklari deb olgan butlaringlarni va barliq soxta ma'budlaringlarni unutib ketasizlar. Ulardan yuz o'raysizlar. Chunki u chaqda sizlarning aqlinglarga Alloh taolodan boshqasi kelmaydi. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Yani ular kemiga chiqib g'arq bo'lishdan qo'rqqan chaqlarda dinni Allohga xos qilgan holda uningga chin ixlos bilan iltijo qiladi. Alloh ularni amon eson quruqlikka chiqargan chaqda ular darhol Allohga shirk keltirdi. Chunki Alloh taolaning bir ekanligiga e'tiqod qilish, inson tug'ilishida uning bilan birga yaratilgan eng tabiiy va eng sof angdir. Ammo Alloh taolaga shirik keltirish yoki uni inkor qilish bo'lsa, insonda har turli azg'inliklar tufaylidan paydo bo'lgan narsalardir. Xususan, inson rohat, farog'atlik vaqtlarda Alloh taolani unutib ketadi. Ammo uning beshiga qattiq kunlar kelgan va chorasiz qolganda ixtiyorsiz holda Alloh taolaga yuzlandi. Chin qalbidan yelinadi, yordam tilaydi va yolvordi. Bu vaqtda ularning iloh deb çoxlanğan nərsləri və yardımga ümid bağlayan barlıq işləri unutulub qalır. Mana bu insanların əsl təbiəti olub, Allah Teala insanlarını aşı təbiəti bilən yaratqan. Fəaqim vəcəhəkə lid-dini hanifə fitratallahi'llati fataran-nasa 'alayha. La tabdila li xalqillah, zalika-d-dinul qayyim, velakinne ekseran-nasi la ya'lamun. Yani iyi peygamber, sen doğru dinga, Allah'ın dinga yüzlendin ki, Allah insanlarını şu din bilen yaratkan. Allah'ın yaratkanını özgerişki bulmaydı. Bu top doğru dindir. Lekin insanların köpüncüsü bunu bilmeydi. Yukarıki bayanlardan keyin Kur'an-ı Kerim ilgirki ümmetlerinin kıssalarının bazı misallarını keltirdi. İyi peygamber, biz hakikaten senden ilgiri ötken ümmetler gibi ularını küfürlükten ve azgınlıktan kurtuldurup Allah Teala'nın yoluga başlaydigan, iman etganlarning jannatga kirdiganligi haqida xush xabar beradigan, iman etmaganlarning kufrining yomon oqibatlaridan ogohlantiradigan nurg'un payg'ambarlarni avatgan edi. Lekin ular payg'ambarlarga osiylik qildi, haqqa qarshi turishda, kishilarni undan to'sishda haddidan oshdi. Shuning bilan biz ularning gunohlarini tunib, paylidan yenib, Alloh taolo tarafga qaytsin va unga yelinsin deb, ularni turmushda qattiqchilik, og'riqsizlik, ocharchilik va zo'r qiyinchiliklar bilan jazoladi. Chunki qattiqchiliklar go'yo inson nafsini tarbiyalaydi. Az-to'la omadlarga mag'rur ketganlarning o'zini tekshirib xatoliklarni to'sib, o'zini o'shib olish uchun fursat yaratib berdi. Shunga Alloh taolo shu oyatda yelinsin deb degan iborani keltirgan. Afsuski ko'pincha kishilarga bunday sinoqning foydasi bo'lmadi. Qiyinchiliklar ularni yomonliklardan qaytara olmadi. Hech bo'lmasa ularga bizning azobimiz tushgan chaqda ular Alloh taologa iltijo qilib, gunohlarga tavba qilib, uningga yelisaydi, bunday qilish ular uchun albatta yaxshi bo'ladi. Ammo haqiqat shuki, ular dillari toshdek va toshdan ketib ketgan, ko'ngli qariyib ketgan, taqlidchilik, azg'unlik ko'zlarini ko'r qilib qo'ygan insonlar edi.
Şuna ular agahlandırışlarının hiç qandaq təsiri yoki foydası bo'lmagan, sinoqlar ularni o'zgartirmagan. Chunki shaytonlar ularga yomon qilmishlarini chiroyli qilib ko'rsatgan. Har bir yomonlikni pardozlagan. Shuning bilan ular o'zlarini biz to'g'ri yo'ldagi kishilarimiz, biz yaxshi qilyapmiz deb o'ylab qolgan. Natijada ular shaytonga aldanib qolgan. Ularning qilmishlari nima degan yomon? Andan ular o'zlariga qilgan barliq vaziyatlarni unutgan va ogohlantirishlarga pisand qilgan chog'da biz ularni sinash uchun ularga farovonlikning mo'l rizqning hamma eshiklarini ochib o'tdik. Shunday qilib ular dunyo hayotida turli ne'matlardan bahramand qildi. Numatti'uhum qalilan summa nattarruhum ila azabin ghalis. Ya'ni ularni dunyolikdan ozgina bahramand qilamiz. Andan qattiq azobga haydaymiz. Ular o'zlariga berilgan nimalarga xushal bo'lib ko'ranglab turgan paytda hech bir muqaddimasiz va hech qanday shartsiz holda ularni ushtum-tut jazoladik. Shuning bilan ular Alloh taoloning rahmatidan butunlay umid uzib, qattiq hasrat nadomatda qoldi. Alamlarning Robbi Allohga shukrki, iymondan yuz o'rib kufrini tanlash orqali o'ziga zulm qilgan bu ozg'in qavmning yildizi butunlay quritildi. Ular faqatla tugashdi. Alhamdulillahi Robbil alamin degan oyat zalimlarni, buzg'unchilarni yo'qotishning Alloh taolo tarafidan insonlarga qilingan katta bir ne'mat ekanligiga va buning uchun Alloh taologa hamd sano aytish ham shukr qilishning zo'rligiga ishorat qilgan. Chunki ne'matdan keyin Alloh taolo unga shukr qilish islomiy go'zal axloqning jumlasidandir. Har qanday qattiqchilikda, har qanday mo'lchilikda insonlar uchun albatta sinoqlar bor. Faqat aql egalariga buni biladi. Muhim nuqtalar. U cho'qim Alloh taoloni esiga oladi va butun vujudi bilan hatto butlarga cho'qingan mushriklarmi boshlariga og'ir kulfatlar kelgan chog'da butun ixlosi bilan Alloh taologa yelinadi. Bu vaqtda ularning butlari asqatmaydi, chunki ularning kulfatlarining qutquzuvchi faqat birla Alloh taolodir. Mushriklarla emas, balki hech qanday birdan e'tiqod qilmaydigan, Alloh taologa ishonmaydigan odamchilarmi boshlariga og'ir kunlar kelganda birdan Alloh taoloni esiga oladi. Chunki bu tabiiy tuyg'udir. Bu insoniyatda o'rtaq bo'lgan umumiy xarakterdir. Ikkinchi, Alloh taolo birovga mo'lchilik ato qilib, uning rizqini keng qilsa, uni ikki maqsad bilan shunday qiladi. Biri, uning inom qilish yuzidan, yana biri uni sinash uchundir. Alloh taolo kofirlarning va adibnashgan zolimlarning gunoh ma'siyatlariga yondish orqali biroqli yo'qotish uchun ba'zi ularga mo'lchilik ato qiladi. Albatta, bayon qilingan qavmlarmi qattiqchiliklardan ibrat olmagan va Alloh taoloni e'tirof qilib, unga yolvormagandan keyin ular mo'lchilik bilan sinalgan. Andan ular mo'lchilikdimi Alloh taoloni tonimagandan keyin ushtumtut halok qilingan. Mana bu Alloh taolo bekitgan o'zgarmas qonuniyatdir. Uchinchi, yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, insonlarga zulm soladiganlarning yo'qotilishi Alloh taoloning insonlarga ato qilgan katta rahmati va ne'matidir. Alloh taoloning birligining dalillari. Bismillahirrohmanirrohim. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. ترجمة 46. ayet. Ey peygamber, müşriklerine etkin ki, depbiqinlarçu, eğer Allah sizlerinin kuluqınlarını gaz, gözünlerini kor kılıp koysa, dillerinlerini piçetli vetse, ularını Allah'tan başka qaysı ilah əsliga keltirələydi? Sen bizim ayetlerimizi qandaq bayan qılıb atqanlığımızga, andan ularının yüz örügelikli qarğan. 47. ayet. Etkin ki, etbiqinlarçu, eğer sizlerge Allah'ın azabı ushtum-tut yoki aşkar kelse, zalim kılınmay, kimler halak kılınsın? Biz peygamberlerini fakat hoş haber bergüçi ve agahlandırıcı kılıp evetimiz. Kim ki iman etsa ve kılmışını tüzetse, o ensreş ve gam kılışı yoktur. 49. ayet. Bizning ayetlerimizni inkar qilganlarga kelsak, ular Allohga asilik qilganlik uchun azobga duchor bo'ldi. Tafsiri. Ey payg'ambar,
Öz qo'llari bilan yasab olgan va hech kimga foyda yetkazolmaydigan butlarga cho'qinishni Alloh taolaning bir ekanligiga e'tiqod qilishdan iborat tavhid aqidasidan afzal ko'rgan mushriklarga aytganki, aytib beqinglarchu, agar Alloh taolo sizlarning qulluqinglarni anglamaydigan gaz, ko'zinglarni ko'rmaydigan ko'r qilib qo'ysa, dillaringlarni hech narsani tushunmaydigan qilib pechatlab etsa, ularni sizlarga Alloh taolo bera oladi. Sizlar hech narsani anglamaydigan, hech narsani hatto ma'nodan yo'linglarni ko'rmaydigan va hech narsani bilmaydigan, tushunmaydigan bo'lib qolsanglar, sizlar cho'qinayotgan butlaringlar sizlarga nima qilib bera oladi? Sizlarning bu sezgi a'zolaringlar qardan chiqsa, ularning iqtidorini sizlarga Alloh taolodan boshqa kim qaytarib bera oladi? Bilinglarki, faqat Alloh taolo o'zi yolg'izlardir. Chunki sizlarga anglash uchun quloqlarni, ko'rish uchun ko'zlarni va bilish uchun qalbni bergan zot Alloh taolodir. Agar sizlar cho'qinayotgan butlaringlar iloh bo'ladigan bo'lsa edi, ular sizlarga sizlardan elingan ne'matlarni sizlarga qaytarib bera olgan bo'ladi. Lekin ularning qaytarib bera olishi mumkinmi? Sizlar bu butlarning sizlardan elingan narsalarni qaytarib berish emas, hatto ustiga qo'ngan chivin ilib qochgan narsani qaytarib berishga kuchi yetmaydigan chorsiz haykallar ekanligini bilib turib, nima uchun ularga cho'qinsizlar? Nima uchun ulardan hojatlaringlarni tilaysizlar? Duo ibodatdir. Ibodat faqat koinotni yaratgan, hayotlikni bergan, hammaga qodir Alloh taologa qilinadi. Chunki Alloh taolo bunga tamoman haqlidir. Alloh taolo saxta ilohlarga cho'qing'uvchilarning safsatlarini bechit qilishda va Alloh taoloning boshqasiga ibodat qilishning o'q-o'chuq asqo'liq ekanligini bayon qilishda o'xshash bo'lmagan uslublar bilan masalani nihoyat ro'shan yo'ritib bergan bo'lsa-mu, bu azg'unlar Alloh taoloning so'zlariga quloq solmadi. Taqlidchilikdan va mutaassiblikdan qutulolmadi. Payg'ambar mushriklarga aytganki, "Dabbiqinglarchu, agar sizlarga burunqi azg'un qavmlarga kelgandek Alloh taoloning azobi kelsa, hamda bu azoblar hech bir muqaddimasiz va shartsiz holda tuyuqsiz kelib sizlarni qo'rshib olsa, yoki bu azoblar sizlarga tadrijiy kelsa, sizlar nima qila olasizlar? Zero Alloh taoloning azobi kelsa halok bo'ladigan dal ashu hidoyatni qo'yib, ozg'inlik yo'lida qo'llash bilan o'ziga zulm qilgan qavm bo'lmay, kimlar bo'lsin? Bular halok qilinmay, kimlar halok qilinsin? Zero ulardan boshqa halok qilingan qavm bormi? Biz payg'ambarlarni faqat iymon etganlarga jannat bilan xush bishorat berish, asilik qilganlarni azob bilan ogohlantirish uchun avatimiz. Aniqki, payg'ambarlarning vazifasi Alloh taoloning dinini kishilarga yetkazishdir. Shuningdek keyin ularning vazifasi tugagan bo'ladi. Kishilar iymon etsin yoki iymon etmasin, payg'ambarlar buningdan javobgar emas. In alayka illal balagh, ya'ni sening vazifang faqatla dinni yetkazishdir. Ammo amallarga mukofot yoki jazo berish faqat Alloh taologa xosdir. Endi mazkur payg'ambarlarning so'ziga quloq solib, Alloh taologa iymon etgan, o'zini tuzigan va burungi barliq qilmishlarini tuzatgan kishilarga kelsak, ularga kelajakdan ansirash, g'am qilish va o'tib ketgan ishlarga qayg'urish yo'qdir. La yahsunuhum faza'u akbaru va tatalaqahumul malaikatu haza yawmukumul-lazi kuntum tu'adun. Ya'ni qiyomatdan iborat eng chong dahshatni ularni vahimaga solmaydi. Farishtalar mana bu sizlarga va'da qilingan baxtli kuninglardir deb ularni qarshi oldi. Ammo Alloh taoloni va uning oyatlarini inkor qilganlar kufrligining jazosini cho'qim tortadi. Bundaqlar dunyoda qanchalik ne'matni ketgan bo'lsa-mu, boradigan joyi do'zaxdir. Do'zax haqiqatan yomon joydir. Muhim nuqtalari: insonning ko'z, quloq, yurak va boshqa bütün a'zolarining sog' bo'lganligi uning Alloh taologa tixmi ko'p shukr qilishini talab qiladi. Chunki bu a'zolarni berguchi Alloh taolodir. Ikkinchi, zolimlarning halokati mayli tez bo'lsin, mayli tadrijiy bo'lsin, hamon bir kuni bo'ladi. Uchinchi, payg'ambarlarning vazifasi kishilarga Alloh taoloning dinini yetkazishdir. Amallarga mukofot yoki jazo berish Alloh taoloning ishidir. To'rtinchi, kufriy azg'unlikning natijasi bo'lgandek, iymon hidoyatning mevasidir. Elhamdülillah, bugünkü vazifemiz tügedi. 141. betden 260. betkiçe okup tükettik. İnşallah erken devamını okuyun.
Duada yoga yaparak. Bunu yapmadım zaten, yazmayacağım. 26 Haziran. Günlük hayatınızda özgüveninizi güçlendirecek küçük eylemleri planlayın ve uygulayın. Sonuçları yazın. Özgüven, küçük günlük eylemlerle beslenen büyük bir güçtür. Kendinize olan güveninizi artırmak için cesur adımlar atın, başarılarınızı kutlayın ve kendi değerinizi fark edin. Her gün içsel gücünüzü yükselten küçük eylemlere dolu bir yolculuğa çıkın. Çünkü kendine güven kişisel bir ışıkla parlamaktır.
Possible for a your nature. name? Hello, mean
explains that the primary role of attachment in human life is to make it possible for a mature nutrient adult to take care of an immature and needy young child. To this end, the first item of business in any attachment relationship is to establish a working hierarchy. As discussed in Chapter 5, under normal circumstances, the attachment brain assigns the child to a dependent mode while the adult takes a dominant role. However, the instinct to assume either a dominant or a dependent position can be actuated in any attachment relationship, even if both parties are immature and neither is in a position to look after the other's needs. The dependent looks up to the other to be cared for, while the dominant one assumes the responsibility for the well-being of the other. Between children and adults, the appropriate division of roles is obvious or ought to be. When the subject are children and children, the outcome can be disastrous. Some children think dominance without assuming any responsibility for those who submit to them, while other children become submissive to those who cannot nurture them. The result of peer orientation is that powerful attachment urges force immature kids who should be on equal terms with one another into an unnatural hierarchy of dominance of submission. Some dominating children do in fact become the mother hens, looking out for the younger ones, taking care of the needy ones, defending the vulnerable, and protecting the weak. There are heart-warming stories of children taking care of children in the absence of adults. Alpha children may be bossy and prescriptive and inclined to order their brood around, but it is for the purpose of taking care of their dependents and executing their responsibilities. Somebody must do it, and these children rise to the occasion. Despite their bossy ways, they are not bullies. They do not pick on the weak, only on those who mess with the children they are taking care of. They don't attack vulnerability when they see it, but only those who would take advantage of it. They have no mean streak, only a fiercely protective instinct. They may indeed fight or argue, but not to elevate their position, only to defend their dependents. The American classic, The Boxcar Children by Gertrude Chandler Warner, is a beloved fictional account of children assuming responsibility for one another. Four orphan brothers and sisters decided to care for one another rather than to seek shelter with a grandfather. None of them know. Henry, the oldest, even find work to help support his siblings. Children or adults become bullies when the striving for dominance is not coupled with the instinctual sense of responsibility for those lower in the pecking order. The needs of others are dominant rather than served.
Vulnerability is not safeguarded but exploited. Exploited. Weakness evokes mocking instead of helping, and in place of concern, handicaps trigger ridicule. Dominance does not elicit caretaking because the bully's flight from vulnerability is usually so disparate that he or she has become hardened against feelings of caring and responsibility. Bullies are above all psychologically shut down against an awareness of anything that would increase their sense of vulnerability, anything that would open them to experiencing consciously their capacity to be emotionally wounded. Bullies are blind to their shortcomings and mistakes. For bullies, invulnerability is virtue, being tearless and fearless. To care is to be emotionally invested in something or someone. To feel responsible is to be open to feelings of inadequacy and guilt. I don't care and it's not my fault are the mantras of the bully. Bullying arises when the attachment-driven need to dominate one's peers is combined with a hardening against the feelings of caring and responsibility that should accompany a dominant role. The bully's defense against vulnerability bends domination in a destructive direction. It is no wonder that bullying has burgeoned in the world of our children. What drives bullies to dominate? A person who dominates is far less vulnerable than one in a dependent position. And so the children who are the most emotionally shut down are also the ones most predisposed to seek dominance over others. To be sure, some kids are psychologically set to become bullies before ever being peer-oriented. In such cases, peer orientation, even if not the cause, provides ample opportunity for the child to act out his impulses to bully. Sometimes the drive for dominance can be traced to a painful experience while the child was in a dependent role, when a parent or caregiver has abused her position of responsibility by lording over the child, by trampling on his dignity, by hurting him. It is not surprising that he would develop a wish to avoid a dependent position at all costs. In any new attachment situation, he will instinctively seek the top spot. As a young boy, Frank had lived with a stepfather who beat him regularly. When peers replaced parents as the attachment that mattered to him, this 12-year-old was desperate to come out on top. He emulated exactly what was done to him. In this way, and not through genes, can bullies beget bullies. A child may also be predisposed to become a bully if the parent has failed to give her the secure sense that there's a competent, benign, and powerful adult in charge. The child, as much as she may resist parental direction and strive for more autonomy than she can handle,
yearns to feel that she is in the hands of someone strong enough and wise enough to take care of her. The failure of parents to establish attachment dominance seems to be escalating due in part to contemporary parenting practices and the devaluation of parenting intuition. It seems that many parents put their children in the lead, looking to them for cues on how to parent. Some parents hope to avoid upset and frustration by doing everything in their power to make things work for their children. Children parented in such a manner never come up against the necessary frustration that accompanies facing the impossible. They are deprived of the experience of transforming frustration into feelings of futility, of letting go and adapting. Other parents confuse respect for their children with indulging their wants instead of meeting their needs. Still others seek to empower their children by giving them choices and explanations on what the child really needs it to be allowed to express his frustration at having some of his desires disappointed by reality, to be given the latitude to rail against something that won't give. Still other parents look to their children to fulfill their own attachment needs. Many parents in today's highly unstable socioeconomic climate are present for their children psychically, physically, but are too preoccupied with the stresses of their lives to be fully present emotionally. If parents are too needy or too passive or too uncertain to assert their dominance, the attachment instincts are going to move the child into that dominance position by default. Such children can become bossy and controlling. As one 5-year-old put it to his mother, "How can you say you love me when you don't do what I tell you to?" Another preschooler whispered in her mother's ear, "If you don't listen to me, I'm going to kill you when I grow up." Well, when parents fail to take their rightful positions in the relationship with their children, the attachment becomes inverted. If my own practice is any indication, children are coming increasingly to bully their parents. When these children become peer-oriented, their brain naturally selects the dominant mood. They will go on to bully their peers. How terrible is it? How terrible it is. Okay.恍然大悟，美如翻色至少暗含了三大底层原理。一是符合初中学习方法，这个方法很科学，也很重要，是美如翻色需要面临的第一道关口。由于我之前一直有记录日志的习惯，所以在反思时便没有把注意力放到日程上。
二是关注那些最触动自己的点，这让我幸运地避开了把日记当成反思的陷阱。很多人也写日记，但内容都是自己一天之中干了啥，是表达自己情绪的碎碎念。这样的日记不是反思，它和反思有着本质的区别，因为它没有触动点，少有深入的原因分析和琐事体验，只是在舒适区内释放情绪，所以这样的日志无法让自己有更大的进步。好的反思是感知生活中最触动自己的点，难受的、欣喜的、念念不忘的，这些点正是处在自己成长的舒适区边缘的感悟。人在舒适区边缘学习，成长是最快的。二是运用了原认知。原认知的要义在于审视自己的感受和思维，进而发现不足之处并加以改进，以最低的成本纠正自己的认识偏差。而写每日反思就是自我审视的过程。在反思中，我们可以用充足的时间来复盘当时短暂的思维过程，找到其中的不足之处，对其进行优化，找出更好的认识角度，同时还能启动理智脑，消除情绪的模糊地带，改变本能的某人选择，使我们在下次遇到类似的问题时不会陷入情绪，无法自拔或是无力做出更好的抉择。长期练习会大大提升我们的认知水平、情绪水平和选择决策能力。原认知能力是人类的终极能力，一旦开始自我觉醒，就会启动。我有幸从混沌走向觉醒，正是依靠每日反思的帮助，使它帮我开启了原认知。三是遵守了可以练习的原则。可以练习的要义之一就是带着清晰的目标去学习，比如在练琴的时候，不是不动脑子的一遍一遍弹奏，而应带着非常明确的问题反复琢磨，这样进步才会快。我们的生活也是一样的，如果只是随波逐流，不动脑子的度过一天又一天，我们顶多是增长年龄，但如果能带着要领去生活，我们就会成长飞快。正如前文提到的开始反思，当我们提炼出开始要保持放松这样的要领后，在下次开始前就可以提醒自己，进而传承继续关注这个问题，最终养成好的假设习惯。而不反思的人关注不到这些要领，只能习惯性的保持紧张或僵硬的状态，始终既听既笑而不自知。这种成长方式放到任何场景中都是适用的。你能想象不得要领的人和掌握要领的人成长速度完全不同，大家可能都过着差不多的生活，但前者停滞不前，后者持续改变，用不了几年，而这之间就会出现巨大的差距。以上三大原理足以让人正视每日反思的作用。不过反思的好处还不止这些，至少还有3处可以挖掘。
一是它可以节省我们的生命，比如我们脑袋里会不时地冒出一个灵感，那种对生活的顿悟让人神清气爽，亢奋异常。但是如果不注意记录，很可能转眼就忘了。一旦一段时间之后，这个题会再次冒出来，然后惊觉，我上次就想到过呀。一旦有这种感叹，就说明我们已经浪费了这段生命，因为灵感虽然是一瞬间冒出来的，但其背后却是一段生活经历的积累。我们上次没有抓住这个灵感，这次只能重来一次。如果还抓不住，它以后还会不断出现。如此反复，我们的生命就会变得低效。所以，当头脑中有什么想法或念头冒出来的时候，一定要及时记下来，哪怕是记忆2个关键词也行，回头再整。二是，它可以提高我们的感知世界的能力。2017年1月，我从记下来的知乎分享不一样的世界中得知了这个概念，感受细微变化的能力。他说，这个能力无论在哪里都格外重要。知道这个概念的时候，我还没开始写每日反思，只是觉得它很有道理。但当我亲自实践每日反思之后，才深深地体会到，这个结论实在是太正确了。在不反思的情况下，生活必然会过得很粗糙，就像10年前的我，只是做了很多事，也毫无觉知。而反思可以提高我们对生活的感知，从微小的事件中捕捉感触和关联，一个动作、一句话、一个场景、一个选择、一种情绪，都会让人产生感悟。甚至只要心中有每日反思这件事，自己对生度会大大提高，因为你需要从中发现素材。感知越精细，自我完善也会越精细。越是好的反思，着眼点往往越细微。毕竟大而泛的事情大家都能感知到，而细微的变化却不是每个人都能感受到的，这体现了反思者的水平。三是，它可以让我们正视痛苦。我们的人生无非是由喜悦、平淡和痛苦3件事组成的。喜悦人人都喜欢，但很容易被淡忘和不珍惜。平淡容易让人麻木，丧失觉知，唯有痛苦人人避之不及。人生迷茫，成绩退步，分手失恋，自控力差，害怕困难。面对痛苦，人们的第一反应是难受，而接下来的反应正是我们成长的分水岭。少数人会选择正视痛苦，反思错误，而大多数人选择逃避，沉浸在负面情绪中。反思天然有正视痛苦的力量，去反思，去记录，你就会发现痛苦哪里是什么坏事，那简直是上天给我们的成长信号与提示。正如前文中举的例子，当我开始正视领导的批评时，
我就学会了让意见与情绪分离，否则我就会始终被情绪所困。长期处于怨天尤人的状态，不仅没有成长，还会自我消耗。所以说，任何人遇到问题都可以将反思作为要因，只要写下来复盘，自然就会得到答案。时间长了之后，我们甚至会产生这种心理：只要有困难或不舒服的事情出现，心里就会安息，直到自我提升的机会又来了。这是多好的人生状态呀！这种状态可以消除人生很多的烦恼，就看你愿不愿意去做了。OK， 到此为止吧。So now Türkçe. Şimdi sıra Türkçe'de. Ne yapayım? Bakayım. Of ya. Okay. Günde sadece $1 Elon Musk olmak. $1 Elon Musk olmak. Montreal'da dolaşırken Elon ne yapacağını düşündü. Başka uzaktan akrabaların daha önce hiç tanışmadığı Kanada'da yaşadığını biliyordu ama Montreal yakınlarında değillerdi. Hepsi Saskatchewan eyaletinde yaşıyorlardı. Saskatchewan siyasi protesto ve o zamanlar Güney Afrika'da mümkün olmayan daha büyük ekonomik fırsatlar umuduyla apartheid'den kaçan büyük bir Güney Afrikalı topluluğuna sahipti. Düşündüğü tüm seçenekler arasında en ucuzu ülke için bir otobüs bileti almak ve ailesini bulmaya çalışmaktı. 2000 mil kadar sonra Elon Saskatchewan'a geldi ve otobüsten Swift Current adında küçük bir kasabada indi. Elon şimdi yeniden
ankesörlü telefona bozuk paralarını atıyordu. İkinci dereceden bir kuzeninin telefon numarasını çevirdi. Kimsenin Ela'nın geldiğinden haberi yoktu. Kimse onu tanımıyordu. Elan birinin telefonu açmasını beklerken aileden biri olmasının kalacak bir yer bulmasına yeteceğini umuyordu. Şanslıydı. Bu kez telefonu kuzeni açtı. Otostop çeken Elan kısa bir süre sonra kapının önündeydi ve kendisine misafir yatağı gösterilmişti. Artık kalacak yeri listesinden çıkabilirdi. Şimdi paraya ihtiyacı vardı. Kanada toparlarken Kanada topraklarında cebinde 2000 dolara gelmişti. Bir kısmını öğrenci yurduna vermiş, bir kısmını da otobüs bileti için harcamıştı. Bir kısmı da yiyeceğe gitmişti. Kalan parası onu fazla uzağa götürmezdi. Kendini duyurabilmek için para kazanabileceği bir işe ihtiyacı vardı. Ayrıca eğitimi için de para biriktirmesi gerekiyordu. Enine boyuna düşünen Elan, hayatta kalması için gerekli paranın ne olacağını merak etti. Yiyeceklerin masrafını araştırdı. Toplu halde sosisli sandviç ve portakal alırsa günü 1 dolara çıkarabilirdi. Sosisli sandviç ve portakal leziz. Elan sonraları Neil deGrasse Tyson'a verdiği röportajda gerçekten de bir süre sonra sosisli sandviç ve portakaldan sıkılabiliyormuşsun diyerek güldü. Arada sırada biraz makarna, yeşil biber ve hatta koca bir kavanoz domates sosunu da menüsüne ekledi. Elan günde 1 dolara yaşayabiliyorsam ayda 30 dolara kazanmak hiç de zor değil dedi. Elan iş aramak için kapıları çalmaya başladı. Çiftlik işini, sebze yetiştiriciliğini ve tahıl ambarında çalışmaya denedi. Vancouver'a Britanya Kolumbiyası'na gitti ve ağaç kesmek için zincirli testere bile kullandı. Bu tuhaf işler arasında en karlı olanı bir kereste fabrikasının kazan dairesini temizlemekti. Ama o da kabus gibiydi. Koruyucu elbisesini giyen Elan'ın kazan dairesine ulaşmak için dar bir yeraltı tünelinde sürünerek ilerlemesi gerekiyordu. Sonra kürekle hala sıcak olan kumu, pislikleri ve diğer artıkları alıp içinden geçip geldiğin aynı deliği kürüyordun. Kaçış yok. Diğer tarafta başka biri de onları bir el arabasına atıyordu diye açıkladı Elan. Orada 30 dakikadan fazla kalırsan sıcakta ölürsün. İyi tarafı saatte 18 dolar kazandı. Elan bir miktar parayı biriktirmez üniversiteye kaydoldu. Bir süre sonra annesi ziyarete geldi. Büyük oğlunun görmek dışında Maya'nın başka bir amacı daha vardı. Maya Kanada'yı araştırıyor ve oraya taşınmak için plan yapıyordu. O sırada Güney Afrika'da 15 yaşındaki Toska'da işe koyulmuştu. Annesi yokken evlerini satışa çıkarmış ve satmıştı. Wow. Sonra mobilyaları ve annesinin arabasını sattı. Maya Güney Afrika'ya döndüğünde anlaşmayı bitirmesi için sadece boş yerleri imzalamak kalmıştı.
Queen's Üniversitesi, Kingston, Ontario 1841'de kuruldu. Okulun ilgisi Sapientia et Doctrina Stabilitas. Akıl ve bilgi zamanınızın istikrarı olacaktır. Queen Üniversitesi'nde Ontario Hall fotoğraf. Çin. Ela'nın Ontario'daki Queen's Üniversitesi'de dersleri başladığında annesi ve kız kardeşi Toronto'ya 3 saatten az uzaklıkta küçük bir daire kiralamışlardı. Kimball'a gelince liseyi bitirmesine 1 sene vardı ve Güney Afrika'da kalmıştı. Ama şüphesiz o da liseyi bitirir bitirmez Kanada'ya taşınmayı planlıyordu. İlan üniversite kampüsündeki hayatına hemen alıştı. Elektrikli arabalar, uzay ya da yüksek zeka gerektiren her ne konuyu araştırmak istiyorsa rahatça araştırıp hakkında konuşarak vakit geçiriyordu. Ayrıca her şeyi bilen, makine gibi konuşma tarzını umursamayan diğer öğrencilerle tanışıyordu. Bilgisi ve becerisi tuhaf kaçmıyordu. Kampüsün popüler kişisi falan değildi ama kendisi ve arkadaşları için yolculuklarını paylaşacakları bir yer bulmuştu. İlan yurt arkadaşı Navid Faruk ile iyi anlaşıyordu. Navid de başka bir ülkeden geliyordu ve strateji oyunlarına ilgi duyuyordu. İkisi ellerinde konsollarla saatlerce oyun oynuyordu. Ekstra para için Elan bilgisayar ve parçalarını sattığı küçük bir iş kurdu. Bilgisayarlardaki parçaları değiştirerek kişiselleştirilmiş hizmet sunuyordu. Elan bir röportajında mağazada bulabileceklerinden çok daha ucuza ihtiyaçlarını karşılayacak oyun makinesi gibi bir şeyi ya da basit bir kelime işlemciyi yapabiliyordum demişti. Ayrıca insanlar bilgisayarlarda herhangi bir sorun yaşadığında onu hemen düzeltebiliyor. Kısa bir süre sonra bir şey daha ilgisini çekti. Flört etmek. İkinci senesinde Elan güzel Justin Wilson'dan çok etkilendi. Biyografi yazarı Ashley Vance hem zekiydi hem de entelektüel olarak uçlardaydı. Taekwondo'da siyah kuşağı vardı ve biraz da bohemdi. Bilirsiniz işte kampüsteki sıkı kızlardandı diye anlattı. Onunla tanışmak için bir yol bulmaya çalışan Elan her zamanki gibi hemen bir plan yaptı. Yurdun kapısında beklerken kazara ona çarptı, onunla biraz sohbet etmeye çalıştı ve hatta dondurma yemek için onu ikna bile etti. Ama o gelmedi. Ders çalışmakla meşguldü. Elan arkadaşlarından onun en sevdiği dondurmayı öğrendi ve öğrenci merkezinde bir kitap yığınının arkasında oturan Justin'e dondurma götürdü. Orada da durmadı. Günler, kitaplar Justin'e yazar olmak istiyordu, gönderdi. Justin'in ayakları yerden kesilmişti, çıkmaya başladılar. Bu sırada Kimball da Kanada'ya gelmiş ve Queen's Üniversitesi'ne kaydolmuştu. Yeniden bir araya gelen Musk kardeşler dünyayı ele geçirmeye hazırdı. İş dünyasında büyük olmak için halihazırda büyük olan şirketlerin yöneticilerinden bir şeyleri öğrenmeleri gerektiğini düşündüler. Böylece önemli kişilerin listesini yapmaya başladılar. Gazeteyi karıştırarak iş dünyasının liderlerinin
adlarını not ettiler. Sonra her birini tek tek arayarak bir öğle yemeği, akşam yemeği, bir kahve molası için randevu almaya çalıştılar. Okulun amfisinde otururken öğrenemeyeceklerini için ustasından yüz yüze bir görüşmede öğreneceklerini biliyorlardı. Spor takımı sahiplerini, iş dünyası muhabirlerini, CEO'ları ve birçok banka yöneticisini aradılar. İşlerinden biri Scotia Bank'tan Peter Nicholson, Musk kardeşlerin merakının, hırsının ve atılganlığın kesinlikle harika olduğunu düşündü. Nicholson bir röportajında bu tür bir girişkenliğe sahip birkaç çocukla öğle yemeği yemek için çok iyi hazırlandım dedi. Heyecanlanan Evan ve Kimball, Nicholas'ın fikirlerini almak için 3 saatlik bir tren yolculuğuna çıktı. Görüşmenin sonunda Nicholson o kadar etkilenmişti ki Elon'a bir yaz stajı teklif etti. O yaz Elon sadece stajyerlik sorumluluklarını yerine getirmek için çalışmadı. Aynı zamanda bankacılığın her türlü detayına girdi ve öğrendikleri zihinde atıl olarak kalmadı. Elon bunları analiz etti ve bankacılık sektörünü taptaze gözlerle özetledi. Elon'a göre bankalar ne çevikti ne de yenilikçi. Ayrıca ona göre bu taze, orijinal düşünceyle bakma eksikliği yüzünden fırsatları kaçırıyorlardı ve bu da onlara paraya mal oluyordu. Bankaların yaptığı tek şey diğerlerinin yaptığını kopyalamaktı. Herkes Allah'ın cezası bir uçurumdan atlarsa onlar da birlikte atlardı. Bir odanın ortasında koca bir altın yığını durur ve kimse almazsa onlar da almazdı. Elon ayrıca gerçek bir ofiste çalışmanın en temel derslerini de öğrendi. Eğer bir kahve makinesinin üzerinde sadece yöneticiler için yazıyorsa bir stajyer, ne kadar özgüvenli ya da parlak olursa olsun ve bu bir fincan özel kahve ne kadar saçma gözükürse gözüksün, onu kullanmamalıydı. Tıpkı Elon'un o kahveden içerken başına geldiği gibi. Şayet bu stajyer azar işitmek istemiyorsa. Yaz sona erdiğinde Elon büyük değişikliklere hazırlanıyordu. 2 senelik iş deneyiminden sonra Pennsylvania Üniversitesi'ne başvurmuştu. Sadece kabul edilmekle kalmamış, aynı zamanda burs da almıştı ve 1992'de transfer oldu. Pennsylvania Üniversitesi ya da Penn, Philadelphia'da yerleşik Amerika'nın en iyi 8 üniversitesinden biridir. 1751'de açılan üniversite, Elon'un kahramanlarından biri olan Amerika'nın ilk başkanı Benjamin Franklin'in ilkelerini takip eder. Wharton Üniversitesi'nin işletme fakültesidir. Bu Kanada'da yaşayan annesi, erkek kardeşi ve kız kardeşinden ayrılmak demekti. Bu ayrıca kız kardeşi Justin'le de uzun mesafeli ilişkiye geçecekler demekti. Ama bu aynı zamanda sonunda Amerika'ya ulaştığı anlamına da geliyordu. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın yine devam edeceğiz.
Şunun bilan bugunlik naq maydon tarqitishimiz tugadi. Hammanglarga Allohga omonat.